Ushbu videoda siz bilan yelkada turuvchi kiyimlarimizning yeng qismi haqida qisqacha gaplashamiz. Ya'ni qanday turlari bor, qanday yenglarni bir-biridan farqlashimiz mumkin ekan. Demak, konstruktiv, ya'ni chizilishi, bichilishi jihatidan bir-biridan farq qiluvchi asosiy 4 ta guruh yenglarimiz bor. Bular birinchisi o'tkazma yenglar. O'tkazma yenglar. Rus tilida вточные rukava deb aytiladi. Xo'p, o'tkazma yenglarni qanday qilib boshqa yeng turlaridan ajratar ekanmiz? Tushuntirishim uchun bo'lakcha bo'lib olaman va demak, bizlar asos andozadan foydalanamiz. Asos andozamizda qo'ltiq qismini belgilab olamiz, ya'ni proymani. Qo'ltiq qismimiz asos andozamizda mana shunday holatda bo'ladi, taxminan chizibman. Va demak, o'tkazma yeng deb nimaga aytilar ekan? Asosimizdagi qo'ltiq qism o'zgarmas ekan, ya'ni o'z joyida turar ekan va o'sha o'z joyida turgan qo'ltiq chizig'iga yeng o'tkazilar ekan. O'shaning uchun ham o'tkazma yeng deyiladi. Ya'ni rus tilida вточные rukava. Demak, shu yerga yeng o'tkazilar ekan. Demak, o'tkazma yengimizni o'zini ham yana bir nechta turlari bor. Masalan, bir chokli o'tkazma yeng, ya'ni yengda bitta chok bo'ladi o'sha tagida. Xo'p, ikki chokli o'tkazma yeng, ya'ni ustki kiyimlar uchun ishlatamiz. Asosan qo'limizni shaklini qiyalatib beradigan yeng turi hisoblanadi. Asosan ustki kiyimlarda ishlatiladi. Undan tashqari yana vitichkalilar, ya'ni har xillari bor. Bu yerda asos konstruksiyamiz ham o'tkazma yengimizda mana shunaqa ko'rinishda chiziladi. Bir chokli, ikki chokli qilib. Demak, endi ushbu o'tkazma yengni biza ya'ni turli tuman modellashtirishimiz mumkin. Ya'ni burmalar qo'shishimiz mumkin, har xil taxlamalar qo'shishimiz mumkin, kengaytirishlar qilishimiz mumkin, har xil qiyaliklarda taxlamalar qo'shish hisobiga biz turli tuman yenglarni olishimiz mumkin ekan. Tepa qismlarini kattalashtirishimiz, teparoq ko'tarishimiz, boshqa qilishimiz. Ya'ni farqi boshqa yeng turlaridan qo'ltiq qismimiz o'zgarmas ekan, eslab qoling. Ya'ni asos andozamizda qo'ltig'imiz, ya'ni tanamizda qo'ltig'imizni liniyasi qayerda turgan bo'lsa, kiyimda ham, asos andozamizda ham xuddi shu joyda turadi degani. Xo'p, ikkinchi yeng turimiz bu bizada yaxlit yenglar. Yaxlit yenglar, ya'ni rus tilida цельнокройный rukava deb aytiladi. Xo'p, yaxlit yeng deb nimaga aytilar ekan? Asosimizga bundoq qilib chizing. Demak, asosimizga, ya'ni kiyimimizni tana qismiga, asos qismiga yeng qismi qo'shib yaxlit bichilar ekan. Demak, bizda qo'ltig'i tagidan, beldan, bo'ksadan, etakdan kenglik bo'lishi mumkin va mana bu o'z-o'zidan qo'ltiq liniyalari yo'qolib ketadi degani. Ya'ni asosimizdagi qo'ltiq chiziqlari yo'q bo'lib ketar ekan va asosimizga yeng qo'shib bichilar ekan. Bunday yeng turlari yaxlit yenglar deyilar ekan. Bularni ham biz har xil shakllarda, har xil kengliklarda, xohlagan joyimizdan boshlab, demak, har xil modellashtirishimiz mumkin ekan. Buni ham modellashtirishning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, qabul qilingan va shulardan kelib chiqib, yana turli tuman har xil yaxlit yenglar qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, uchinchi yengimiz demak tushirilgan. Tushirilgan yeng deb nimaga aytilar ekan? Tushirilgan yeng deb qo'ltiq chizig'ining tashqariga qarab siljitganimizga aytilar ekan. Ya'ni qo'ltiq qismimiz, mana bu qo'ltiq chizig'i tashqariga qarab ozgina, ya'ni qo'ltiq joyida turishi mumkin, lekin ozgina yurg'izsak ham, ya'ni mana bu qo'ltiq chizig'i tashqariga ozgina tushadi. Bu yerga yana yeng ulanishi mumkin, yeng ulanmasligi mumkin. Demak, o'zini asos andozamizdagi qo'ltiq chizig'ini biz tashqariga qarab siljitishimiz, bu shunaqa holatda bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin. Mana bunaqa holatda keyin yeng ulanishi mumkin, yoki bunga yeng ulanishi mumkin. Hattoki bizda mana bunaqa turlari ham bor, tushirilgan yenglarimizni. Demak, qo'ltiq chizig'i yarim holatda tushiriladi va yeng hosil qilinadi. Buni ham tushirilgan yenglarni ham juda ham turli tumanlari mavjud ekan. Demak, farqlashni hozir tushuntirmoqchiman sizga bir-biridan. Demak,
qo'ltiq chizig'ining, asosimizdagi qo'ltiq chizig'ining tashqariga qarab har xil shakllarda siljishiga biz tushirilgan yenglar deb atar ekanmiz. 4-guruhimiz bu reglan yenglar. Reglan yenglarimiz deb nimaga aytiladi? Reglan yeng deb ko'pchilik faqatgina bo'yin qismidan qo'ltiqqa yo'naltirilgan chiziqli kiyimlarni tushunadi. Yo'q. Reglan yeng deb nimaga aytiladi? Qo'ltiq chizig'ining, demak, ichkariga qarab yurganiga biz reglan deymiz. Ya'ni ichkariga qarab ya'ni asosimizga qarab surishimiz. Bu bo'lishi mumkin 2 sm, bu bo'lishi mumkin 3 sm, bu yelkani o'rtasidan bo'lishi mumkin, bu bo'yinni nuqtasidan bo'lishi mumkin, bu bo'yinni o'rtasidan bo'lishi mumkin. Bu hattoki mana bunaqa koketka ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni biz qo'ltiq chizig'ini ichkariga qarab siljitamiz va mana bu kesib olgan qismimizni esa yengimizga ulaymiz degani. Bu aytganimdek, mana o'zini originali yo'qoladi. Va mana bunaqa holatda tez tushuntirishga chizyapman va bunaqa holatda, ya'ni qo'ltiq chiziqlarini ichkariga surilganiga biz reglan yenglar deyar ekanmiz. Demak, asosiy yeng turlarimiz mana shu 4 ta guruhdan iborat ekan, 4 xil ko'rinishda va bularni o'zini ham biz yana, ya'ni misol uchun asosimizni reglan qilib olib, reglan yengni yana modellashtirishimiz mumkin. Ya'ni reglan yengni biz o'rtasida chokli bo'ladi. Chokini yo'qotish yo'li bilan taxlamalar qo'shishimiz mumkin. Etilik burmalar qo'shishimiz mumkin, toraytirishimiz, kengaytirishimiz, ya'ni har xil yana modellashtirib, turli-tuman bir-biridan ajoyib va takrorlanmas yenglarni ham hosil qilishimiz mumkin. Lekin asosi mana qaysi fasonda yoki qaysi kiyim turida yengiga e'tibor bersangiz, asosi mana shu 4 tasidan bittasi bo'ladi. Ya'ni ajratish uchun, ya'ni murakkabroq yeng turini ko'ryapsiz, bu qanaqa yeng turiga kirar ekan, qanaqa modellashtiraman deganingizda, albatta birinchi o'rinda shu shakllariga e'tibor bering. O'sha shaklini topib olganingizdan keyin esa, ya'ni asosini, yaxlit yengmi, reglan yengmi yoki tushirilganmi yoki o'tkazma yengmi, aynan choklariga e'tibor berasiz. Demak, chok bo'lib turib o'zini joyida tursa, demak bu o'tkazma yeng degani. Demak, asosingizni siz o'tkazma yengli qilib olasizda, uni keyin yana modellashtirasiz degani. Reglan bo'lib turib, yana nimadirlar bo'lishi mumkin. Demak, bu degani siz asosingizni reglan yengga aylantirib olasiz, reglan yengli qilib o'zgartirib olasizda, keyin yana modellashtirasiz degani. Shunday qilib, bosqichma-bosqich, demak, yenglarimiz turli-tuman fasonlarga modellashtirilar ekan.